Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal Gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Xitay Uyg'urlarni sürgün qilib, Xitay oqqullarını yo'tkab kelmoqda. Xitay Şərq Türkistandagi irqiy qirg'inchilik jinoyatida Uyg'urlarni Xitay o'lkalariga sürgün qilish bilan birga Xitay oqqullarını yuqori ta'minotlar bilan Şərq Türkistonga yerlashtirayotgan bo'lib, navbatda Xitay tashviqot vositalari buni Xitay rejimining Şərq Türkistonni atalmish idora qilish muvaffaqiyatlari sifatida tangli tashviq qilmoqda. Xitay tashviqot organi Tangritog' to'rining bugungi bir xabarida Xunan o'lkasidagi kasbiy o'rinlarning Turbandagi atalmish osonliq millatdan bo'lgan oliy maktabni bitkizgan ishga o'rinlashmaganlarni qabul qilish yuzdirani imtihoni olganligi buni bultirdan tartib davomlashtirib kelganligi xabar qilingan. Xitoy tashviqot vositalari buni atalmish Shinjongga yordam berish, Kompartiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini umumyuzlik izchillashtirish, Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash qatorliq terror siyosati iboralari bilan bog'lab tushuntirgan. Va shundaqla haqiqiy maqsadini yoshirib o'ltirmasdan bu harakatlardagi maqsadining Sharq Turkiston xalqi bilan Xitoy o'lkalaridagi millatlarning sing'ishi, orlishishi, yo'g'irlishiga turtki bo'lish ekanligini ta'kidlagan. O'xshash kunda yana atalmish Shinjong radio televiziya stansiyasining bir xabarida Sharq Turkistondagi aloqador Xitoy organlarining Shandong, Guyzhou, Lanzhou qatorliq o'lkalarga berib o'qish bitiradigan Xitoy o'quvchilarini xizmatga taklif qilish faoliyati tashkillaganligi 10 minglagan Xitoy o'quvchining aktivlik bilan tizimlatganligi qayd qilingan. Xitoy yaqinqi yillar mobaynida sistemalik irqiy qirg'inchilik jinoyatining bir parchasi bo'lgan surgun qilish jinoyatini to'xtovsiz ijro qilmoqda. Zo'r turkumdagi Uyg'urlar 5-amgak kuchi nomida Xitoy o'lkalariga majburiy to'shilib, Xitoyning Sharq Turkistondagi nüfus nisbatini azaytish, tarqoqlashtirib assimilyatsiya qilishdek qora niyatining qurboniga aylanmoqda. Shuning bilan birga sonsizlagan Xitoy oqqullari haqsiz uy, haqsiz yer, yuqori maoshli xizmat qatorliq alohida ta'minotlar bilan Sharq Turkistonga turkumlab yerlashtirilmoqda. Xitoy olam uchquvchilarining yer shariga qaytish vaqti kechiktirildi. Xitoyning Shinju 20 nomli olam kemasi bir parcha axlat bilan so'qilib ketganligi sababidan vazifadagi 3 olam uchquvchisining yer shariga qaytish vaqti kechiktirildi. Xitoy taratqullarining xabariga asoslanganda, ularning aslida chorshanba kuniga planlangan qaytishi aniq bo'lmagan bir vaqtga kechiktirilgan. Taratqular bu haqda boshqa tafsilotlarni bermagan. Bildirilishicha, Xitoyning Shinju 20 nomli olam kemasidagi 3 olam uchquvchisi bu yil aprelda Xitoy olam punktiga uchib kelib 6 oylik vazifa o'tash vaqtini tamomlash oldida ekan. Navbatda olam bo'shlig'imi Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi muhim raqobat sohalarining biri bo'lib, Amerika davlat xavfsizligini ko'zda tutib, Xitoyni xalqaro olam bo'shlig'i punkti planining sirtida qoldirgan edi. Turkiya G'azzaga askar avatishda BDTning qaroriga asoslanganligini bildirdi. Turkiya Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministri Hakan Fidan Indoneziya, Pokiston, Saudiya Arabiston va Iordaniya tashqi ishlar ministrlari shundaqla Arab Birlashma Xalifaligi va Qatar vakillari bilan o'tkazgan suhbatdan keyin BDT xavfsizlik kengashi qarorining G'azzaga askar avatish uchun xalqaro ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. Fidan dushanba kuni o'tkazgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Turkiyaning G'azzaga taklif qilingan xalqaro tinchlik saqlash qismlariga qatnashishi to'g'risida to'xtalib, biz suhbatlashgan davlatlar BDT xavfsizlik kengashidan chiqishi mo'ljallanayotgan qarorning aniqlamasiga qarab askar avatish yoki avatmaslikni qaror qiladiganligini bildirishmoqda, dedi. Fidan Indoneziya, Pokiston, Saudiya Arabiston va Iordaniya tashqi ishlar ministrlari shundaqla Arab Birlashma Xalifaligi va Qatar vakillari qatnashgan Istanbuldagi G'azza yig'iniga riyosatchilik qildi. Fidan Prezident Rajab Tayyip Erdo'g'anning bu haqdagi bayonlarining Turkiyaning tinchlikni barpo qilish yo'lida qadam tashlashga va zarur badal to'lashga tayyor ekanligini aniq ko'rsatganligini bildirib, lekin o'tirg'i chiqadigan hujjatlarning va ramkining biz qo'llaydigan xarakterda bo'lishi muhim. Shunga bu masalaga munosabatlik diplomatik aloqalar va tirishchanliklarimiz davomlashmoqda deganlarni qayd qildi.
u xalqaro tinchlik saqlash kuchining qonuniy aniqlamasini bekitish jarayonida oldi bilan bir loyiha ustida o'rtaq fikrga kelinishi, ondan bu loyihaning BDT xavfsizlik kengashining doimiy a'zolari tarafidan rad qilinmasdan tasdiqlanishi kerakligini ta'kidladi. Hürmetli görürmenlerimiz, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atiki programmamizni ko'rishguncha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.